ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekan. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatalmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsiga ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak. O'shaning uchun ayolning yurgani bor bolam bechara. Ish gap qilsa jannatda eshigi tushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi akalar. Unga borish, to'y, futbol, oshnalar bilan o'tirish, ish, falonim bor, po'kinim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, 50, 60, 70 yashar. U bizni ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsiz-da hozir.